Ko'p eshitib qolamiz. Anemiya bo'pti, kamqonlik chiqibdi, qoni kam ekan degan gaplar. Bu o'zi nima? Insonni qonini tarkibida gemoglobin degan oqsil bor. Bu oqsilni vazifasi qonimizdagi kislorodni butun organizm bo'ylab tashib berish, ya'ni kislorodni transport vazifasini bajaradi. Agarda inson qonida mana shu gemoglobin miqdori normadan tushib ketsa, bunga anemiya deyiladi. Ya'ni sodda qilib aytganda kamqonlik deyiladi. Normal holatda erkak kishilarda gemoglobin 130 dan 160 gacha bo'ladi. Ayollarda esa 120 dan 150 gacha bo'ladi. Agar insonda anemiya kuzatilsa, buni qanaqa simptomlari bo'ladi? Sochlari to'kiladi, tirnoqlari mo'rtlashib qoladi, xotirasi pasayadi, ishtahasi yo'qoladi, doimiy charchoq hosil bo'ladi insonda, faqat uyquchanlik, holsizlik kelib chiqadi. Agar sizda shunaqa holat kuzatilsa, o'zingizda shu simptomlarni sezsangiz, siz albatta shifokorga murojaat qiling. Umumiy qon tahlili topshirasiz. Shifokor sizning qoningizdagi gemoglobin miqdorini ko'radi va o'zini tavsiyalarini beradi.